Xullas do'stlar, mana podyomniy pavuk 170 ga 170 tayyor. Mana sinab ko'ramiz. Yacheykasi 02. Mana chista pretyonkadan to'qilgan. Mana bu 02,5 bu. Bu 02,5. Mana o sinab ko'ramiz. Mana bu bola havzam. Ana shuni saqlanib turishamiz. Soat 4 olasan-da. Bismillahirrohmanirrohim. Mana do'stlar, boshladik. O'zingiz baho berasizlar. Bir, 2, 3, 4, 5 olamiz. Hozir bir xaltasini shunchaki ko'raylik. Mana do'stlar, xaltasidan chiqib keta olmaydi. Bemalol suvga ushlab tursangiz ham bo'ladi. Xaltasi juda zo'r.